Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, manglarni kimish vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Sifat tekshirishni avtomatlashtirish darsimizning yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz bugungi darsimiz bo'lsa, o'sha hujjatni qanday yollaymiz, ya'ni bir hujjatni qanday upload qilamiz, shuni ko'rib o'tamiz. Endi bu bizniki doim ishlatayotgan internet checkit Heroku app checkit.com degan torbatga kirsak, bu yerda file upload deydigan bir yer chiqadi. Mana file upload. Bu yerda biz nima qila olamiz degan chaqda bir hujjatni choose file qilib tanlaymiz. Tanlab open qilgandan keyin bu yerda upload deganni bossak, biz bu yerga bunda file uploaded deb feature chiqadi. Undan keyin bu yerga upload qilgan, ya'ni yo'llagan mushu hujjatning ismi chiqadi. Biz mushu jarayonlarni Seleniumda qanday avtomatlashtiramiz, shuni ko'rib o'tamiz. Undaqda men bu torbatni qaytadan ochay. Buningda avval biz nima qilamiz deganda, torbatni inspect qilib, bu yerdan choose file degan ma'no tanlaymiz. Qaraydigan bo'lsak, bu file upload degan id'si bor ekan, file upload deb biz shuni ishlatish orqali hujjatni bu yerga yo'llasak bo'ldi, ya'ni upload qilsak bo'ldi. Endi bu hujjat yo'llashning bir qancha xil usullari bor. Buningdan birisi shu inputga send keys qilish orqali hujjatning o'rnini berish, ya'ni passni berish orqali qilish. Andan keyin ikkinchisiga shu Java'ningki robot deydigan bir sinipi bor, klass bor. Shu klassni ishlatish va yoki uchinchi taraf API'lar orqali upload qilish qatorliq orqali usullar bor. Biz bugun shu send keys ishni ishlatish orqali qanday upload qilamiz, shuni o'rganib o'tamiz. Uning avval men miyadagi choose file degan ma'ninki web elementini tepay. Avval bunu tepish uchun men test deganga yangidan bir sinfdan birini quray. Bu sinfni mouse'ni o'ng knopkasini bosib, miyadan newdan classga yozaman. Bu yerga file upload deb yozay. Yozgandan keyin biz bu klassimizga yana before method, after methodlarni yozamiz. Biz bu yerga alert practice'dagi kodlarimizni ko'chirib eklaylik. Bu before methodimiz keldi. And then after methodimizni bu yerga ko'chirib eklaylik. Hozir bizning before method bilan after methodimiz tayyordi. Ondan bu yerdagi torbat adresini o'zgartay. Bu torbat adresini bu yerga ko'chirib ekeldim. Ondan men bir test methodini yozay. Birini yozay. Bu test methodda biz shu testni bir şey yazamiz. Public void upload file test deb yozay. Yozgandan keyin men buning ichiga izishdan burun testga annotationni import qilay. Import qilgandan keyin bu yerga web elementdan birini yozay. Web element file upload deb ism beray. Bu yerga driver.find element qilgandan keyin by checkit id id'sini yozaman. Avval web elementni import qilay. Import qilgandan keyin bu yerga men bu yerdagi id'ni ko'chirib eklay. Buni ko'chirib eklagandan keyin men bu yerga file upload send keys qilish orqali bu yerga shu hujjatningki adresini berma. Bizniki bu hujjatimiz shu desktopning ichida. Shunga men bu adresni olaman. Bu adresni get info qilish orqali oson bo'ldi. Bu yerdan menda ko'chirib va yoki shu terminalni ochib, men avval terminalni ochay. Terminalni ochgandan keyin shu hujjatni bu yerga menda ekasam, buningki butunlay adresi ilindi. Shu adresni kopiya qilib, ondan keyin bizningki bu yerga ko'chirib ekasam bo'ldi. Buni biz hujjatni bu yerga adresini bergandan keyin nima qilamiz deganda, upload degan
button'ni, ya'ni knopkani bosamiz. Buningki ID'si file submit'ken. Men bu yerga web elementdan birini quray. Web element file submit deb ism beray. Driver.find element by ID. ID'siga ma'ni chapildim. Chaplagandan keyin file submit degan shu knopkani nemish qilma, klik qilib bosima. Bosgandan keyin bizningki hujjatimiz yo'llandi. Masalan, mana qildik. Hujjatni open qilib bosgandan keyin upload qildik. Upload qilganda miyga bizga mavi xat chiqdi. Biz shunga buningki web element topayli. Bu h3 degan tagning ichida ekan. Buningki tekstini olamiz. Men web elementdan birini quray. Web element success message deb yozay. Bu yerga driver.find element by men tagnamim bilan qilay, chunki bu yerda h3 dan birsi bo'lganligi uchun men h3 orqali yozsam bo'ldi va yoki siz buning expressini yozish orqali ham qila olasiz. Undan keyin buni qilgandan keyin men bu yerga assert equals ni yozib success shu message'ninki tagsini olaman, get tags. Algan ki bu actual bo'ldi. Endi expected'ga men miyadagi mavi xatni olib miyaga ko'charsam bo'ldi. Bu bir tal bizniki shu validation degan aniqlashninki birsi. Endi yana birsiga miyadagi mavi hujjatning ismi, biz yo'lga hujjatmi, shumi emasmi shuni bilsak bo'ldi. Buningki ID'si uploaded files ekan. Shunga avval men bir web elementdan birini yozay. Buningga web element uploaded files deb file deb yozay. Driver.find element by ID. ID'sini berdim. ID'sini bergandan keyin yana o'xshash men mavini elib miyaga ko'chirib uploaded files'niki get tagsini olaman. Bu get tagsi bizning mavi hujjat ismi shumi emasmi shuni bir tekshiramiz. Hisobda bizningki bir tal test case'imiz bitdi. Endi buni men run as qilib tesanji test bilan run qilay. Mana hujjatni tanlab ananki yo'lladi. Ammo bizningki shu testimiz muvaffaqiyatli holda o'tdi. Biz kodimizni azroq bir yaxshilash qilaylik, chunki bekchiq hard coding qildik. Miyadagi adreslarning hammasini biz o'z qo'limiz bilan berdik, chunki balkim miyadagi mavi ishlatuvchi adres ismi o'zgarishi mumkin, mavi ismlar o'zgarishi mumkin. Shunga biz buni shu eng qo'llanishdan holatga eklaylik. Buni qilish uchun men miyaga private string qilib home deb yozay. Home deb yozib men miyadagi user name'ni topadigan bir koddan birini yozay. Buni qanday topamiz deganda shu Java'da system.getProperty deb bir metod bor. Bu string oldi. Bu nonga biz name yozamiz deganda user.home deb yozsak bizga shu ishlatuvchininki adresini berdi. Qaysi ishlatuvchi ekanligini bizningki hozirgida users mobile technology degan ma'no chiqdi. Anandan keyin biz yana nima qila olamiz deganda bu yerga private string qilib file name'ni yozaylik. File name'ga biz miyada bergan ma ismni miyaga yozaylik. Bunu yozgandan keyin endi biz bir pass'dan birini yozaylik. Ya'ni biz yollaydigan miyadagi adresni yozib chiqaylik. Private string pass qilib bu nima oldi degan chog'da miyadagi avval ishlatuvchi ismini yozadi, oladi. Buningga biz home ni olamiz. Chunki home bizga user.home degan shu ishlatuvchi baş nimasini berdi, bizga adresini. Yani users mobile technology degan berdi. Anandan keyin biz buning ichidagi nimga kiramiz deganda desktop kiramiz. Desktopga kirgandan keyin buning ichidan biz hujjatni tanlaymiz. Bizning hujjatimiz miyadagi file name degan shu.
file name deb mana bəsək oldu. Bu yerdəki file name YouTube cover.jpg degan mənim rəsm. Şunun bilan biz passni aldıq. Əmdi bu yerdəki hard coding qılğan mənim adresimizni biz pass qılıb mana özgərsək oldu. Ondan keyin özgərtib bolğandan keyin biz bu yerdəki mənim ismini hard coding qılmay, bu yerdəki file name'ga özgərsək oldu. Bu arqılıq biz cıq təskeysizkən şu oxşayış isimni bərgən bolsaq, bir özgərtiş qılsaq, bir yerdə özgərtiş qılsaq, həm yerdə bunu işlətələyimiz. Ondaqda avval mən məni bir run qılay. Mənə bizdənki hazır icra qılğan bu test case'imiz icra oldu. Yəni muvaffəqiyyətli oldu, ötdü. Biz bunun da qalib qazandıq degan gap. Əmdi ikincisi də biz ikinci test case'imizdə nəmiş qılaylı degan çağda məlum bir hüccətni düşərgən bolsaq, şu hüccətninki düşürülgən yoki düşürülməyənligini bir sınab görəyli. Bunu qanday qılmız degan çağda biz bu torbətni öçürüb etib yerdən upload dey emas, miyada file download deb bir yaba file download. Bunu bassaq miyada müş yollanğan barlıq hüccətlər çıxdı. Bunun da məsələn məlum bir hüccətni düşərsək, şu hüccətnin düşkən yoki düşməyənligini biz qanday təkşirəyimiz, şunu görüb ötəyli. Məsələn YouTube cover.jpg degan mənim hüccət barkən, bunu bassaq mənə düşdü. Bu hüccət həqiqətən düşdümü, düşmədi, şunu qanday təkşirəyimiz, şunu bir görüb ötəyli. Bunu qanday təkşirəyimiz degan çağda bununla avval biz bir məsid yazıb çıxaylı. Çünki hazır testninki içində yazsaq, bu şu testnin içində işlətgəl oldu. Başqa yerdə biz bunu çağırıb işlətəməyimiz. Şuna biz hər qanday yerdə bu yazğan məsidimizni işlətgəli qılış üçün ayrım bir məsid yazıb çıxaylı. Bu yerə utilities'ga mən bir yanı məsiddən birini yazay. Bununla ismini file utility deb isim qoyay. İsim qoyub, anandan keyin biz işlətməkçi bolğan məsidni müşəyə yazıb çıxaylı. Əmdi mən bu yerə məlum bir hüccət xaltısını bəsəm, şu hüccət xaltısıdaki ən yeni hüccətninki bizə adresini verdiğən bir məsid yazaylı. Şu an bu public string oldu. Çünki biz ən yaxın özgərtiş verilgən yoki düşürülgən hüccətni tapmaqçı, şununki adresini bizə bərməkçi, şunu tapımız. Şu an string qılay. Qılıb bu yerə get most recent file pass deb yazay. Yazıb bu yerə mən qaysı directory'dən alıman, yəni qayerdən izləyimən, şunu vermə. Bu yerə pass qılıb biz izləməkçi bolğan şu hüccətninki adresini yazımız. Əmdə mən bu yerə return null qılıb turay. Return null qılıb, ondan bu yerə kodumni yazma. Əmdə bunun da biz neymiş qılımız degan çağda avval biz file degan sınıfdan bir object quralımız. Bunu mən file deb qılay yoki director deb yoki dir deb yazsam boldu. Ondan keyin new file qılma. Bu bir tal bizə pass alıdı, yəni hüccətninki adresini aldı. Şu an biz pass'ini verimiz. Ondan ni mən java.io degan package-nin içindən import qılay. Bunu import qılğandan keyin bu məsələn şu directory'dən çekitini besib get bu yerdə bizə director.list deyilən bir məsid var. Bu list files deyilən list files bu bizə şu directory'dəki, yəni downloads yoki desktopdaki bütün hüccətlərini bizə bir array şəkildə verdi. Qarayırıq, bu file deyilən bir array aldı. Şu an biz bunu file qılıb all files qılıb mana isim verəyli. Hazır bu məlum bir hüccət
hüccətdiki yoki hüccət qısqışının içindəki barlıq hüccətlərini bizə array şəkildə berdi. Biz avval şu hüccət xaltasınınki içindəki hüccətlərin bar yoxluğunu bir təkşirəylik. Şuna bunu if bilan təkşirək. If qılıb bu yerə all files qılma. All files məsələn null olub qalsa, quruq olub qalsa bu array yoki şu all files dot filesninki length'i null olub qalsa bu bir yerdə demək heç qanday hüccət yox degan gap. Şuna bu bizə bir return null, yəni heç qanday narsa yox deb bir narsa qaytarıb beriş kerak. Yəni equal qılma. Bu bizniki şu hüccətninki quruqmu, quruq emasmi şunu təkşirəydi. Əgər quruq bo'lmay qalsa f'ning ichiga kirmaydi. F kirmagandan biz bu yerga şu arraydagi bir hüccətni elib şu hüccətni eng yaqinqi hüccət deb qarab turaylik. Bu xuddi ma'lum bir arraydagi eng cho'ng sonni tepish uchun arrayning birinchi a'zosini shu eng cho'ng son deb qarab shuni keyingi a'zolar bilan selishtirganga o'xshash. Shunga men bir tal hüccətni olay, bu yerga last file deb ism beray. Ism bergandan keyin men shu all filesninki 0-ci indeksini eng oxiri tushirilgan yoki modify, ya'ni o'zgartirilgan hüccət deb qaray. Anandan keyin men shu array miyadagi all files degan bütün hüccətlər bu arrayga bir-birlab kirib chiqma. Buni biz if bilan qilamiz. If biz miyada 0-ci indeksini evagalığımız üçün bunu 1-ci indeksdən başlayımız. I tang 1-dən, ondan I kiçik all files dot length bo'ldi. Ondan keyin I plus bo'lgandan keyin biz bu yerga bizniki shu 0-ci indeksdagi a'zo bilan keyingi a'zoni selishtiramiz. Bayam degandek birinchi a'zo bilan ikkinchi a'zo qaysi cho'ng bo'lsa, cho'ngini biz maksimum deb ilib olganga o'xshash. Ma'nodami? Eng yangi o'zgartirilgan hüccət bo'lib qolsa, biz buni shu eng oxiri qatim o'zgartirilgan hüccətga, ya'ni ma'noning o'rniga olsaq bo'ldi. Buni qanday qilamiz deganda, bu yerda if dan birini yozamiz. If shu bizniki last file degan mau 0-ci indeksdagi hüccətninki last modified kichik anandan keyin all filesninki shu i-nci indeksi, ya'ni hozir masalan 1-ci indeks bo'ldi. 1-ci indeksi dot buniki last modified deganiga qaraymiz. All files dot last modified deganga qaraymiz. Agar bu masalan mau 1-ci indeksdagi hüccət ikkinchi mau 0-ci indeksidan cho'ng bo'lsa, ya'ni o'zgartirilgan vaqti yaqin bo'lsa, biz shu a'zoni eng yangi o'zgartirilgan a'zo deb, ya'ni hüccət deb qarab olsak bo'ldi. Buni biz last file ni qanday qilamiz deganda, shu all filesninki hüccətini, ya'ni mau eng oxirgi qatim o'zgartirilgan hüccətni eng oxirgi o'zgartirilgan hüccət degan shaklda o'zgartirsak bo'ldi. Chunki miyadagi biz 0-ci indeksidagini eng yaqinqi hüccət deb qarab olgandik. Agar bu keyingisi ninki o'zgartirilgan vaqti ma'ninkidan cho'ng bo'lib qolsa, biz keyingi birinchi shu hüccətni eng yangi o'zgartirilgan hüccət deb qarab olsak bo'ldi. Buni qilib olgandan keyin biz nima ish qilamiz deganda, shu hüccətninki adresini olsak bo'ldi. Buni qanday olamiz deganda, biz shu last file dot get absolute path deyish orqali buningki shu absolute path'ini olsak bo'ldi. Endi buni biz hüccətni elib oldik. Endi qanday qilamiz deganda, ikkinchi qatimda biz
Şu hüccetni tushirib bo'lgandan keyin o hüccetni o'chirversin, bo'lmasa keyin tushib ketsa o'xshash hüccet bo'lib ketadi. Shunga hüccetni qanday o'chirmish, shunga bir qaraylik. Bunga biz public boolean qilaylik. Public boolean andan keyin ismini delete qilib beray. Delete qildim. Andan men bu yerga nim berman degan chaqda bir tal hüccetniki adresini berma. Shuni pass qilay. File'dan birini quray. File new file qilib bu yerga men passni berdim. Passni berib bo'lgandan keyin men endi bu yerga shu return file.delete degani bosma. Bu boolean return qildi. Shunga biz bu yerga boolean return type'ini boolean shaklda yozib oldik. Boolean qildik. Endi bu orqali biz hujjatni o'chirdik. Andan keyin o'chirilgan yoki o'chirilmaganligini bizga true yoki false degan shaklda yo'llab berdi. Endi biz bu metodimizni bir ishlataylik. Buni qanday ishlataman degan vaqtida main metoddan birini yozay. Main metodda buni bir test qilaylik. Biz endi bu metodni qanday erishimiz boshqa klasslarda degan chaqda bu file utility bo'lgandan keyin bevosita metod ismi bilan chaqirishimiz kerak. Shunga biz mush class ismi checket metod ismini qo'llanishimiz kerak. Shunga ya'ni static qilib olsak bevosita shunga erisha olamiz. Shunga ya'ni static qilib o'zgartay. Main metodni biz xotirjam buni ishlata olamiz. Endi men bu yerga test qilish uchun string last modified deb bir variabledan birini qurib bu yerga mavu ismni ya'ni mavu metodni chaqiray. Bu metod bir tal bizga shu folder deymiz, ya'ni directory oldi. Qayerdaligini biz qanday qilamiz degan chaqda biz shu usersning ichidagi desktop andan keyin buning desktop yoki davlantısı qarasak bo'ldi. Men bu yerga avval bir tal private string home qilib shu home directory'niki adresini olay. System.get property bu yerga name deb yozaman deganda user.home deb yozsam bo'ldi. Andan keyin men bu yerga name deb yozma deganda shu home directory'ning ichidagi masalan downloads'ga tekshirsin deb shuni qilmay. Endi bizniki mavu metodimiz nemo static variable'imiz static bo'lmaganligi uchun xatolik berib oldi. Shunga biz ya'ni static qilib o'zgarsak bo'ldi. Endi downloads'ni besib shu downloads'ning ichidagi eng yangi o'zgartirilgan hujjatni qanday topamiz shuni bir manguz baqili. Men buni run as java application qilib manguzay. Qarsak mana mav hujjat endi eng oxirgi hujjat deb chiqdi. Chunki mav endi DS hujjati shu Mac'larda doim bo'lganligi uchun agar o'zgartirish qilsam shu hujjat o'zgarib turib oldi. Shu an mav hujjatni avval men bir o'chirib o'tay. Terminalni ichib rm anandagi mav hujjatni bossak bu hujjat o'chidi. Mav hujjatni bunda besib qilsa mana no such file or directory deb bunda hujjat yo'q dedi. Chunki biz o'chirib o'tdik. Endi buni mang'uzay. Qarsa mana eng yangi hujjat mana mavken. Demak bizga shu eng yangi tushirilgan yoki o'zgartirilgan hujjatni tepadi. Endi biz shu metodimizni ishlatish orqali mavu ikkinchi testimizni yozib chiqaylik. Buningda men testim birini yozay. Public void download file test qilib yozib chiqdim. Bu yerga test metoddan birini yozdim. Endi biz bu yerdagi bir hujjatni tushiramiz. Biz bayam mavu bizniki yo'llagan hujjatimizni tushirmoqchi bo'lgandik. YouTube cover deganni avval inspect qilib qaraydigan bo'lsam YouTube coverga bu hamsi mav a degan tagni oldi ekan. Ondan men text'i makan shunga biz bu textni partial text qilib hujjat ismini bilan bossak bo'ldi ekan.
web elementdan birini yazay. Web element file qilib bu yerga driver.find element by partial link text deb yazma. Bu bir string oldu. Bu string bu yerga file name degan shu. Buni file name qilib o'zgartib bu hujjatni, ya'ni bu elementni topma. Bu elementni topgandan keyin biz klik qilgan vaqtdan keyin bu hujjat tushadi. Shunga klik qilib bu hujjatni men tushirma. Bu hujjat tushdi degan gap. Andan keyin bu hujjatninki rost tushgan tushmaganligini qanday tekshiramiz degan chog'da biz bu yerdagi ma'lum mastimizni ishlasak bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi get most recent file deganni bu bir tal string qaytardi. Shunga men bu yerga string qilib file pass qilib yozay. Yazib file utility deganni besib bunun ichidan get most recent file pass degan mastimiz chaqirma. Bu pass oldi. Bununla biz shu home directory'ning ichidagi downloads deganga kirgan deb shuni bersak bo'ldi. Buni bergandan keyin bu bizga shu eng yangi tushirilgan hujjatningki adresini berdi. Biz bu orqali assert orqali buningki assert equals file pass file passni qilib buningga assert equals ishlatmay qanday qilaylik desanglar assert true deganni ishlataylik. Assert true qilib shu file pass dot containers deydigan bir metod bor. Bu containers nimni containers qildi degan chog'da bizning bu yerdagi hujjat ismini containers qilsa bo'ldi. Shunga biz file name deganni qilib yozsak bo'ldi. Mana file name'ni bu yerga o'zgartay. File name andan keyin bu yerga message yazsak bo'ldi. Masalan, bu yerga file found deb yozib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni hujjat topildi degandek. Bu bizningki ikkinchi test case'imiz. Undaqda buni mang'uzib ko'raylik. Mang'uzishdan burun biz qanday qilaylik deganda bu hujjatni andan keyin juvatishni avval qilmay mani mang'uzib ko'raylik. Bir ishni xato qildik. Chunki file upload emas, file download degan betni ichishimiz kerak. Shunga bu yerga betning ismini o'zgartay. Mana betning ismini unda o'zgartib, andan keyin mani mang'uzay. File download file test upload file test hazır ikkisi mengib ketibdi. Shunga biz mani enable deganni false qilib qo'yib turib ondan mani mang'uzaylik. Endi mang'uzay. Mana bizningki testimiz hisobda o'tdi, muvaffaqiyatli o'tdi. Biz yana qaytadan buni mang'uzib ko'raylik. Qaraydigan bo'lsak, yana xatolik yuz berdi. Nimishqa yuz berdi degan vaqtida hujjatni download qilgandan keyin az vaqt saqlasin.
Şuna biz thread silip qilib bu yerga üstsekini saqlagandan keyin andan keyin hujjatninki ma'nosini olsin deb qilaylik. Bo'lmasa tushmaylan bu hujjatni izlayman desa, hujjatda hech tushib bo'lmagandan keyin xatolik berdi. Şuna avval bu hujjat tushib qilguncha üstsekini saqlab, andan keyin izlasak bo'ldi. Endi qaytadan mang'uzay. Mana bizningki testimiz muvaffaqiyatli holda o'tdi. Demek biz muvaffaqiyatli holda eng oxirgi shu tushagan hujjatninki adresini ap shu adresda, ya'ni shu hujjat bizning hujjatimizmi emasmi shuni tekshirib chiqdik. Endi bu hujjat tushib bo'lgan ekan, endi biz bu hujjatni o'chirishimiz kerak. Buni biz miyada yozib olgandik. Qaraydigan bo'lsak, mana delete degani biz shuncha qilsak bo'ldi. Men main maqsadni hamda o'chirib o'tay, chunki buning ishi qolmadi. Maqsadimiz muvaffaqiyatli holda ishlandi. Endi biz mana maqsadni har qanday yerda ishlatalaymiz. Shunga ayrim bir klass qilib yozib oldik. Bu yozishimizniki foydasi xeyli ko'p bo'ldi endi. Men endi bu yerga bu booleandan birini yozay, is deleted qilay. Chunki bizningki maqsadimiz bizga boolean qaytardi. Shunga biz shu bir tal data boolean degan data type'ni ishlatib bir variable qurib oldik. Endi biz file shu utility'ning ichidan delete deganni topamiz. Bu delete bizga yana bir tal pass oldi. Bu pass nima pass degan vaqtida bizningki shu hujjatninki pass'i. Biz hamda bu hujjatning pass'ini qanday olamiz degan vaqtida biz mana download qilib file get file pass deganni olsak bo'ldi. Chunki bu file pass bizga downloadning ichidagi eng yangi hujjatni bizga chiqarib berdi. Şu hujjatning adresini chiqarib bergandan keyin biz shu adresni hujjatni o'chirsak bo'ldi. Hamda biz bu yerga assert true qilishimiz kerak. O'chirilsa true, o'chirilmasa false qiladi. Biz bu yerga is deleted deganni yozsak, bu hujjatninki o'chirilgan yoki o'chirilmaganligini shunda tekshira olamiz. Undaqda biz bu testimizni qaytadan mang'uz baqli. Run as test qildim. Hujjat tushdi. Bir mezgil saqlab, andan keyin browser o'chidi. Qaraydigan bo'lsak, mana o'chdi. Ya'ni bu testimiz muvaffaqiyatli holda o'tdi degan gap. Yani hujjatni tushadi, hujjatni tushirib downloadga tushadi emasmi? Bu downloaddagi eng yangi hujjatni topib bizga adresini berdi, shu hujjatniki absolute pass'ini. Biz shu absolute pass'da bizningki hujjat ismimiz bormi, yo'qmi? Shuni, ya'ni YouTube cover degan bormi, yo'qmi? Shuni ko'rdik. Andan keyin bu yerda hujjatni topib olgandan keyin biz shu hujjatni o'chirdik. Shu file utility'ning ichida delete degan maqsadimiz bordi. Bu maqsadga hujjatninki adresini, pass'ini berdik. Pass'ni bergandan keyin bu hujjat o'chirilib bo'lgandan keyin bizga boolean qaytardi, true yoki false deb. Agar o'chirilgan bo'lsa true qaytardi. Biz bu yerga assert true qildik. Bu yerda true qaytqanlik uchun bu true qilib bizning hujjatimiz, ya'ni bizning bu testimiz muvaffaqiyatli holda o'tdi degan gap. Biz bu orqali ma'lum bir hujjatninki tushirilgan yoki tushirilmaganligini shu orqali test qila olamiz. Undaqda bugungi darsimiz mishakayichi bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.